siz o'g'lingizni kambag'al qiladigan onasiz. Agar mana shu 3 ta xatoni qilayotgan bo'lsangiz, birinchisi uni otasini tinimsiz qarg'aysiz, padaringga la'nat, zotingga la'nat deyotgan bo'lsangiz, baraka topkur. Sizni o'g'lingiz aynan eringizni naslini davom ettiradigan navbatdagi erkak, ya'ni nima deydi? Erkaklarga pul oqimi, erkaklarga pul topish majburiyati berilgan tipaj. Agar padaringga la'nat desangiz, to'g'ridan to'g'ri o'g'lingizni barakasini siz sindirasiz. Ikkinchisi, tinimsiz o'g'lingizga otasi haqida yomon fikrlanasiz. Sanoting unaqa, sanoting bunaqa, sanoting unaqa. O'g'il bolani erkak kishi motivatsiyasi uni otasi bo'ladi. Xoh narkoman bo'lsin, xoh o'g'ri bo'lsin, xoh yomon inson bo'lsin, hech qachon o'g'lingizga otasini yomonlamang. Menga izohlarda yozasiz, nima yomonlamasam otasini ko'rmayaptimi deb. Otasini ko'ryapti, lekin o'g'il ham, qiz ham cheris onasi orqali otasi haqida tasavvurlarni hosil qiladi. Eng katta uchinchi asosiy xato, bu xatoni deyarli aksar ayollar qiladi. Eringizga hech qachon past nazar bilan qaramang. Qaysi oilada o'g'il bola onasi otasiga past nazar bilan qaraganini ko'rsa, uni o'ziga nisbatan ruhi past bo'ladi va uni hayotiga ham xuddi sizdagi uni qadrsizlantiradigan ayollar kirib kelishni boshlaydi. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, opamiz gaplariga 100% qo'shilaman. Juda ham to'g'ri gapirgan. Bu yerda opamizga shunchaki respekt. Xo'p, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan shunaqangi oilalarga o'zim to'g'ri kelganman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ayollar o'zingizni, eringizni, farzandlaringizga yomon ko'rsatib qo'ymang. Bu yaxshi ish emas deb o'ylayman meni nazarimda. Bu videoga bitta like bosib, kommentda izohlarni qoldirib, mana shunaqangi oilalarga bu videoni yuborib qo'yamiz.